Salom do'stlar, bugungi videoda biz bu Minecraft klonlarini o'ynab ko'ramiz. Like va obuna bosib qo'ying va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Birinchi Minecraft Worldblock Minecraft 3. Bu Worldblock Minecraft 3 da o'yiniga keladigan bo'lsak, 5 millionta yuklangan. Bu buni megabaytiga keladigan bo'lsak, 27 megabayt. Mana o'yinga ham kirdi, skilllarga kirib ko'ramiz. Skillarni ko'ryapsizlarmi? Mana skillari oxirgacha hammasi bor. Endi o'yinga kirib ko'rsak, men bu Minecraft oldin o'ynaganman. Mana qishloq. Bunda qishloq bor, 27 megabaytli bo'lsa ham. Mana do'stlar, rudalarga keladigan bo'lsak, oddiy Minecraftdan farq qilmaydi, lekin bitta mana shu oltin rudasi farq qiladi. Yo'q. Moblar, jitil, oddiy Minecraftdaqa sigir. Mana farqi jicha boshqacha, cho'chqa, oddiy cho'chqa, lekin kallasiga bunaqa shlem kiyib olgan olmasdan nimagaligini bilmayman. Ya Technoblade'ga o'xshatmoqchi bo'lishganmi? Bu birinchi Minecraft edi do'stlar. Endi ikkinchi Minecraftga o'tamiz. Undan oldin like va obuna bosib qo'ying, iltimos. Tez 300 ta bo'laylik. Ikkinchi Minecraftimiz Blockcraft 3 deb nomlanadi. Bu Minecraft. Bu o'yinga keladigan bo'lsak, xo'sh, to'g'ri bir bahoda 500 million yuklab olingan, to'g'ri bir bahoda baholangan. Mana kiryapti. Ko'rinmas bloklar ustiga bitta blok bosib qo'yasiz, shu bilan quriladi mana. Keyin sizga pul beradi. Keyin u pulga har xil narsalar sotib olasiz. Hattoki petlar ham, petlar deganda u biror petlar. Mana shu faqat shunchaki qurish. Buni sizlarga qiziqmas bo'lsa kerak. Xo'sh, grafikasiga keladi. Xo'sh, grafikasiga keladigan bo'lsak, bloklarni qo'yish ancha yaxshi. Juda yaxshi, zo'r. Mana hayvonlarga keladigan bo'lsak, ko'proq multfilmni eslatib yuborar ekan. Ovozimni eshitinglar. Yaxshi, lekin menga juda yoqmadi. Buni men 10 dan 5 qilib baholagan bo'lardim. Xullas do'stlar, bu Minecraft klonlarini o'ynashdan maqsad bu Minecraftlarni o'ynasa ham bo'ladimi degan savolda o'ynatgan edim. Ya'ni bularni ham mazza qilib o'ynasa bo'ladimi? Chunki bular betada. O'ynasa bo'ladi, lekin sizlarga mana shu Minecraft tavsiya qilaman. Mana hozir o'zim turgan Minecraft juda yaxshi Minecraft. Obuna bo'ling.